Rus tilini o'rganish nimadan boshlanadi? Eng avvalo til o'rganish haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lishimiz kerak. Tasavvur qiling, siz rus odam bilan gaplashyapsiz. O'rtada qanaqa jarayon sodir bo'ladi? O'rtadagi jarayon bu tarjima qilish jarayonidir. Boshqa narsa emas. Ya'ni rus gapirganda uni gaplarini o'zbekchaga tarjima qilish kerak, o'zbekcha gaplarni esa rus tiliga tarjima qilib berish kerak bo'ladi. Demak, mana shu ikkita strelka shakllanishi kerak. Inson qachon fikrlarini tarjima qilib bera oladi? Buning uchun bizga birinchi o'rinda lug'at boyligi, keyin esa grammatik bilimlar kerak bo'ladi. Ko'pchilik til o'rganganda, ko'pchilik lug'at biladi, grammatika o'rganadi, lekin gaplarni birdaniga tarjima qilib bera olmaydi. Nimaga? Sababi gap strukturasi shakllanmagan bo'ladi. Demak, ushbu sxemadagi barcha ko'nikmalar birdek shakllanishi kerak. Har biri alohida emas. Yana bir muhim jihat, inson gapirganda tili sinxron tarjima bazasiga ulangan bo'ladi. Lug'at yoki grammatik bazaga emas. Shuning uchun bularni alohida shakllantirish tavsiya qilinmaydi. Yoki ko'pchilik keragicha lug'at biladi, grammatikani chuqur o'rganadi, lekin baribir gapira olmaydi. Ular o'ylaydiki, til bu grammatik yoki qanaqadir lug'at bazasiga ulangan deb. Yo'q. Inson gapirganda tili sinxron tarjima bazasidan olib gapiradi. Demak, quyidagi ko'nikmalar barchasi birdek, to'liq shakllangandagina siz erkin gapira olasiz.